To'g'risi do'stlar, o'qishi erta kecha bo'lmaydi. Bu gap to'g'risi rost ekan. Mana akamiz 28 yosh bo'lib turib bakalavrga viza oldilar Janubiy Koreyaga aka. Aka, to'g'risini ayting, sal qo'rquv bo'ldimi bari viza topshirishdan oldin o'qishga? Qo'rquv bo'ldi. 2 kun oldin ham konsultant bilan gaplashgandim, viza chiqadimi, chiqmaydimi deb xavotir bo'lgan. Ha. Keyin telefon qilib viza chiqish dedi. Chiqishiga o'zim ham ishonmadim. Aka, Global Consulting'da qaysi jihatlari sizga yoqdi? Xo'p, avvalo to'lovda viza chiqqandan keyin qilish. Ko'p firmalar to'lovda oldindan oladi, viza chiqish chiqmasligiga garantiya bermaydi. Shu tarafi, keyin har bitta o'quvchi bilan individual ishlash. Bizni konsalting firmamizni qayerdan topib keldingiz? Instagram orqali, Instagram ko'rayotganda reklamasi chiqdi, shu orqali bog'lanib aloqa chiqdi. Bizni firmamiz orqali, ya'ni Global Consultingni boshqa Koreyaga ketmoqchi bo'lganlarga tavsiya berarmidingiz? Albatta tavsiya beraman, natijasini ko'rib turibmiz. Ishonchli, sifatli xizmat ko'rsatishadi.